Boshida kam chiqardi, keyin ko'payib ketgan. Keyin ko'payib ketgandan keyin Yevropaga kelganman. Kosmetologga bir marta borganman, lekin lecheniya olmaganman, faqat dori yozib berganlar. U dorilarni qilganman, u battar tashirib yuborgan. Keyin boshqa kosmetologga bormaganman. Keyin oxiri Yevropaga kelganman. Rezultat zo'r, ancha bo'lyapti rezultat. O'sha bir haftani ichida rezultat ko'rishni boshladim. Yuzim tiniqlashishni boshladi. Keyin o'sha bir oydan keyin umuman yo'q bo'lib ketdi. Ko'priklarim orada bir chiqib turadi lekin. Boshida aytardilar, o'tib ketadi, o'zi shunaqa yoshdasan derdilar. Keyin o'sha o'tib ketavermagandan keyin oxiri mana shu kosmetologni topib kelishga qaror qilganmiz. Bir xil payt masalan o'rtoqlarim orasida bo'lsam, uyalib qanaqadir oraga qo'shila olmasdan mana shunaqa bo'lardi. Lekin har doim emas. Shu ba'zida xafa bo'lib mana shu qo'shila olmay yurardim. Yevropa juda ham zo'r doktorlar. Faqat doktorlik tarafdan emas, o'zi umuman odamiylik jihatdan ham juda ham yaxshi, ko'ngil insonlar. Menga juda ham yoqadilar. O'zimni qulay his qilaman yonlarida, chunki ko'p doktorlarga borganman, o'zimni bunaqa qulay his qilmaganman. Lekin Yevropa yonlarida o'zimni ancha qulay his qilaman. Juda ham yaxshi doktorlar.